Hammaga salom, sizlar bilan YouTube yangiliklari. Barchangiz xabar topgan bo'lsangiz kerak, YouTube'da aqlga sig'maydigan ishlar bo'lib ketdi. Ularning birinchisi YouTuber Liminxoning qilgan ishlari haqida. NVX Entertainment bahonasida qizlardan ochiq kiyinib videolar so'raganligi, yosh qizlar bilan 18+ qilganligi isbot dalillar bilan Muhashfan kanaliga qo'yildi. Hozir u video YouTube tomonidan olib tashlangan, ammo u videoni hozir batafsil tomosha qilishingiz mumkin. Nature's corrupted, infatuous far away. Your love's like rhinestones falling from the sky. Youtuberlardan foydalangan, qayt ishlagan, aktiv bo'lgan, juda ko'p даже bolalar bilan отношенияda bo'lgan. Minxon mavzusidan keyin qolgan youtuberlarning ham sirlari fosh bo'lib qolyapti. Jumladan youtuber Mafiya King Tata aslida o'g'il bola emas, qiz bolaligi ayon bo'ldi. Qancha isbot dalillarga qaramasdan u qiz bola ekanligini inkor qilyapti. Isbotlarni mana shu postlardan va Muhashfani Telegram kanalidan ko'rib olishingiz mumkin. Mana shu yerda qisqa lirik chekinish qilmoqchiman. To'g'ri, bu jurnalistlarga ham, YouTube yangiliklariga ham mos kelmaydi. Ammo shaxsan bu haqida aytmasdan tura olmadim. Qanaqa qilib bu narsaga ishonyapsizlar o'zi? Barcha narsa dalillar bilan keltirib berildi. Aslida dalilga ham hojat yo'q edi. Sizningcha 20 yoshli erkak YouTube'ga video qo'yishga, videoga sab o'tirishga vaqti bo'ladimi? Yana o'zini mafiya deyishi yosh boladan ham battarligini ko'rsatib turadi-ku. Tatani o'g'il bolaligini isbotlash uchun uni ovoz videosini misol qilmoqchi bo'lsanglar, hammasi fejkligi bilinib turibdi. Yo'q, feyk emas desanglar, nimaga o'zbekcha gapirmadi? Mani ismim Azit, 20 yoshdaman demadi. Chunki o'zbek tilida feyk ovoz taqiqlanmagan. Yigit bo'lmagan odam uchun cho'qinishni bas qilinglar. Hammasi ayon bo'lib turibdi-ki, lekin shunchaki tanimayapsizlar. YouTuber va bizning jurnalistimiz Eonlisina vaqtinchalik YouTube'dan ketdi. Hozirda YouTube'dan dam olishini va kuzda comeback qilishini ta'kidladi. Golden Entertainment'ning YouTube kanali o'chib ketdi va hozir ular yangi official account ochishdi. YouTuber Ruhonji uning comeback vaqti tugaganini va u yana 1-avgustda comeback qilish haqida aytib o'tdi. Hammaga rahmat, bugungi yangiliklar shulardan iborat edi.